Isroil va Eron o'rtasidagi urushning 9-kuni ham o'tib bormoqda. 13-iyundan beri hech bir kun havo hujumlarsiz o'tmadi. Har kuni tomonlar bir-biriga hujum uyushtiradi, javob zarbasi yo'llaydi. 20-iyun kuni Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Jenevada Britaniya, Fransiya va Germaniya tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashuv o'tkazganiga qaramay, 21-iyun kuni ertalab Eron va Isroil o'zaro yangi hujumlarni amalga oshirishni boshlab yubordi. Eronning Fars agentligi xabar berishicha, Isroil mamlakatdagi eng yirik yadroviy obyektlardan biri Isfahon yadroviy majmuasiga hujum qilgan, ammo undan radiatsion moddalar oqib chiqmagan. Qum shahridagi bir bino ham nishonga olingan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra esa 16 yoshli yigit mazkur hujumda halok bo'lgan va yana 2 kishi yaralangan. Isroilning aqldan ozgan mudofaa vaziri Katz esa qumga berilgan zarba natijasida Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining Falastin bo'limi rahbari Said Izadi yo'q qilinganini da'vo qilmoqda. Ma'lumot o'rnida shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, Isroil va Eron o'rtasidagi urushda eng muhim nuqta bo'lib turgan va hatto ehtimoliy yadroviy zarba yo'llash uchun nishon hisoblanadigan Fordo uranni boyitish zavodi Qum yaqinida joylashgan. O'z o'rnida Eron tomonidan ham Isroilga raketa zarbalari yo'llangan. Tel Aviv va markaziy hududlarda havo hujumidan sirenalar yangragan. G'arbiy sohildagi Isroil tomonidan bosib olingan hududlarda ham shunday holat kuzatilgan. Qurbonlar haqida esa ma'lumotlar mavjud emas. Umuman olganda esa xorij ommaviy axborot vositalari faqatgina Erondagi qurbonlarning raqamlarini keltirmoqda. Jumladan Guardian nashri Isroil hujumlari boshlanganidan beri Eronda 430 nafar tinch aholi halok bo'lgani, 3,5 mingdan ortiq kishi jarohat olgani haqida xabar berdi. Human Rights Activities News Agency esa Isroil havo hujumlari oqibatida tinch aholi, harbiylar va yadro olimlarini qo'shib hisoblaganda Eronda jami 639 nafar o'lim holati kuzatilganini e'lon qildi. Ammo Isroildagi qurbonlar soni bir necha kundan buyon yangilangani yo'q. Eron zarbalari oqibatida halok bo'lgan Yahudiy davlati fuqarolari soni 24 nafarga yetdi deya e'lon qilinganidan buyon bu raqamlar o'zgarganicha yo'q. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi va boshqa rasmiylar AQSh bilan muzokaralar faqatgina Isroil agressiyasi to'xtagandagina boshlanishini aytib kelmoqda. Shunday qat'iy pozitsiyada Abbos Aroqchi AQShni chetlab o'tgan holda 20-iyun kuni Jenevada Yevropa tashqi ishlar vazirlari bilan muzokara o'tkazdi. Biroq Jeneva muzokaralarida jiddiy oldinga siljish kuzatilmadi. Tramp esa Eron faqat AQSh bilan gaplashishni istashini, Yevropaga bu masalada umid qilish noto'g'ri ekanini bildirdi. Bu orada esa AQSh Eronga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilgani ham aytilmoqda. Sanksiyalar ro'yxatiga terrorchilik tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash va ommaviy qirg'in qurollarini tarqatish ayblovi bilan bog'liq bo'lgan bir qator jismoniy va yuridik shaxslar, shuningdek kemalar kiritilgan. Ular orasida Eronning Xitoy, Turkiya, Yaman va boshqa mamlakatlardagi tashkilotlari ham borligi aytilmoqda. Biroq Erondagi mavjud hokimiyatni ag'darishda xalqqa ta'sir o'tkazmoqchi bo'layotgan qochoq valiahd Rizo Pahlaviy va Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu 45 yillik mustahkam mafkuraning kuchini noto'g'ri baholaganga o'xshamoqda. Chunki eronliklar mamlakat yetakchilarini qo'llab namoyish o'tkazmoqda. Aholi juma namozidan keyin shahar ko'chalariga chiqib, o'z yetakchilarini qo'llab-quvvatlagan va ularga atab shiorlar aytgan. Esingizda bo'lsa, avvalroq Netanyahu o'zini forslarning xaloskori sifatida ta'riflab, eronliklarni Oyatulloh hokimiyatidan xalos qilmoqchi ekani haqida safsatalar to'qish bilan ovora edi.